solaydi mana. Kadrlar beradi. Jiyan yana qanaqa ixtirolar bor endi? Bu piyozni tozalaydigan. Piyoz tozaladigani ham bor. Kecha apparatingiz rediska ekadiganida, ko'pchilik endi ovozi uncha yaxshi kelmagan so'raganda nima apparati u deb. U hali tayyor emas edi, yarim tayyor mahsulot edi. Shuning uchun ko'pchilik tushunmagan bo'lishi mumkin. Bu rediskani kasetaga, parniklar uchun ekiladigan qo'lda. Uni 70 talik, 80 talik, 150 ta, 105 talik kasetalarga moslab turib yasaveramiz ularni. Kimga kerak bo'lsa, ha? Kimga kerak bo'lsa, xohlagan nomerlarga chiqsa yasaveramiz. Shunday. U kechagi apparatimiz shu rediska ekadigan apparat edi. Bugun yana u ko'pchilik so'rayapti, pomidorga ham qo'ysa yaxshi bo'lar deyapti. Pomidorga ham qilib beramiz. Rediskani xuddi nasotkasini almashtirib, pomidorga moslab tushadiganini yasab beramiz. Ha, kechagi rediska ekadigan apparatni pomidor ekadigan ham qilib beramiz. Pomidorga ham kasetaga ekadigan qilib yasab beramiz. Ha, parnik ichiga. Parnikka. Ha. Gap yo'q, bir dona like bosib qo'yaverasiz.